Raraning o'zgacha do'sti. Assalomu alaykum, Raraning muxlislari. Bu safar sizlar bilan birga nima qilamiz? Voy. Bu nimani ovozi edi? Bilmayman. Assalomu alaykum, Rarani kuzatuvchilari. Assalomu alaykum, Rarani. Rara, ortingda. Bu kim bo'ldi? Nur, sen taniysanmi? Tanimayman. Quyoncha. Salom, sen isming nima? Quyoncha. Nima qilyapti? Quyonchamni hech narsa qilma. Quyonchamga yordam ber. Iltimos. Xo'p, mayli. Iya, qayoqqa ketyapti? Yur, orqasidan boramiz. Quyoncha bu yerda ekan. Alhamdulillah. Shu yerda ekansan. Seni qaytarib bermaydi deb o'ylagandim. Rara, qara. Raketa uchyapti. Astag'firulloh. Raketaga tegma. Nur, to'xta. Yur, uni ham qaytarib olamiz. Voy bola, raketani joyiga qo'yib qo'y. Chunki u Nusa akamni raketasi. To'g'ri. Iltimos, uni qaytarib ber. Raketa uchyapti. Qanaqasiga bu bola bizni hech ham ko'rmayapti. Uchyapti. Nusa akamni raketasini qaytarib ber. Istamayman. Voy, uni qaytarib ber. Sal sekinroq, Rara. Istamayman. Nega bunday Istamayman. Alhamdulillah. Juma kunlari uchun rejalashtirgan dasturimiz xayrli bo'lsin, inshaalloh. Amin. Oyi. U yoqqa bir Nima qarang. bo'ldi qizim? U yoqda bitta bola yig'layapti. Biz nima qilishni bilmayapmiz. Yuring, oyi, tezroq Nima? yuring. Astag'firulloh. O'g'lim. Kechirasiz, juda afsusdaman. Yuring, oyi, yuring. Boryapman. Istamayman. Bo'ldi, tinchlan o'g'lim. Rara, aybga buyurma. Raketani undan ololmaganim uchun afsusdaman. Hech qisi yo'q. Oyi, bu bola nega oyisiga Bo'ldi, mehr o'g'lim, bag'ishlab tinchlan, qo'ygan? bo'ldi. Allohning qismati bu qizim. Sehr xolangizga Alloh tomonidan juda o'zgacha farzand ato qilingan. Bolajon, Andrey o'g'lim. o'rtog'ingiz autizm xastaligi bilan tug'ilgan. Bu nima degani, oyi? Autizm xastaligiga chalingan bolalar aslida boshqa odamlar nimani o'ylayotgani, nimani his qilayotgani va muomalasini tushunishga qiynalishadi. Boshqa odamlar uchun oddiy ko'ringan narsalarni ular boshqacha ko'rishlari mumkin. Yig'lama. O'ta ta'sirchan bo'lishib, qo'l tekkizish, quchoqlash va o'pish kabi jismoniy muloqotlarni yoqtirishmaydi. Insonlar bilan muloqot o'rnatish o'rniga jonsiz buyumlarga ko'proq qiziqishadi. Ko'pchilik bo'lgan joyda darrov o'zlarini yo'qotib qo'yishadi. Hatto baland ovozlar ham ularni juda bezovta qilishi mumkin. Masalan, kimdir baqirsa, shu ahvolga tushishadi, qizim. Astag'firulloh. Oyi, Tinchlan, men biroz Nuri avval deydam. jahlim chiqqani uchun Andreyga sal baqirgandim. Bo'ldi, bolajonim, bo'ldi. O'g'lim, o'zingga bor. Yig'lama. Sehr xolangiz juda sabrli, mashalloh. Janobi Haq Andreyni Sehr xolangizga omonat qildi. Chunki Alloh Sehr xolangiz shafqatli, marhamatli inson ekanini, unda farzand o'stirish va tarbiya qilish qobiliyati borligini biladi. Sehr xolangiz jannat kalitini berish uchun Alloh tanlagan o'zgacha insonlardan faqatgina bittasi. Bu naqadar ajoyib ne'mat. Bo'ldi, bolam, bo'ldi. Barakalla. Bolajonim, Raraga raketasini qaytarib beramizmi? Qani, yur birga beramiz. Barakalla. Rahmat, Andrey. Biroz avval senga jahl qilib, baland ovozda gapirganim uchun uzr so'rayman. Andrey, Sehr xola, bu nima qilgan? bundan chiqdi Andrey sen bilan o'rtoq bo'lishni istayapti, Rara. Voy, o'rtoq bo'lishni istayaptimi? Bo'pti, o'rtoq bo'lamiz. Mashaalloh. Alhamdulillah. Endi bildim. Boya eshitgan so'zlarimiz shundan chiqqan ekan.